biz bekorga ertalabdan qalinroq kiyinib oling deb bejizga ta'kidlamadik. Chunki yupqa kiyingan bo'lsak, sovuq mavsumda qish faslida shamollab qolishimiz ham bejiz emas. Albatta menga o'xshab. Shunaqa aytdik. Endi yaxshi bo'lyapmiz. Biroz shamollab ham qoldik va Ko'palbek Abdullayevga ham minnatdorchilik bildiramiz. Dastur davomida hali bunday taronalar va vahshiyona yo'lda ijrolar ham bo'ladi, jonli ijrolar. Va endi hozir aytib o'tganingizdek shamollash masalasiga to'xtalsak, mavsumiy kasallik deya ayta olamiz, chunki ob-havo bilan biz ko'pincha kelishmay qolamiz yoki e'tiborsiz qolib ketamizmi, xullas, balki sovuq suv ichib qo'yarmiz yoki yupun kiyib qo'yamiz va mana shu holatda biz shamollashga va turli xil kasalliklarga uchraymiz. Albatta. Mana shu qish mavsumida, lekin buni oldini olish borasida tavsiyalar ham bizga asqotadi. Nima dedingiz? To'g'ri aytasiz. Salomatlik mavzusiga befarq bo'lmagan barcha teletomoshabinlarimizni ekran qarshisiga yaqinroq chorlaymiz. Bizda suhbatdosh bor. Studiyamizning ilk mehmoni otolaringolog Umidjon Xudoyberganov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Studiyamizda ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Aynan qish mavsumida orasida qanday quloq, tomoq, burun kasalliklar ko'proq uchraydi va buning asosiy sabablari nimalardan iborat? Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu qish mavsumi boshlanishi bilan bilamiz, tashqarida sovuq havo hukmronlik qiladi. Ko'proq insonlar yopiq sharoitda bo'lishadi, ya'ni bu holat albatta mana shu mavsumiy infeksiyalarni bir-biridan o'tishiga, tarqalishiga imkoniyat yaratib beradi. Bundan tashqari mana isitish tizimining ishlashi natijasida albatta xonalarda havo namligi pasayib ketadi. Havo namligi pasaygandan keyin bu inson organizmidagi shilliq qavatlar qurishni boshlaydi. Bu nafas yo'llaridagi shilliq qavatlar mana shu mikroblar uchun, kasallik qo'zg'atuvchi infeksiyalar uchun osonroq o'tish imkoniyati paydo bo'ladi ularda, ya'ni himoya funksiyasi biroz pasayadi. Demak, xonaning o'ta issiq bo'lishi ham baribir inson salomatligi uchun zararli bo'lishi mumkin ekan. Albatta, normal haroratdan isib ketsa, unaqa holatlarda xona harorati qurishni boshlaydi. Bu albatta infeksiyalar uchun ochiq darvoza hosil qilib beradi. Natijada kasalliklar tezroq boshqa fasllarga nisbatan tezroq tarqaladi va inson shu shamollashga moyillik oshadi. Shu sababli mana xususan bizani mana quloq, tomoq, burun kasalliklari ham xuddi shu mavsumda ko'proq insonlarni bezovta qilishni boshlaydi. Demak, mana shu xonani ham haroratiga, ayniqsa namligiga e'tibor qaratishimiz kerak. Buning uchun albatta xonalarimizda maxsus gullar bo'lgani ham ma'qul, menimcha, tabiiy o'sishni o'sadigan, to'g'rimi? Albatta. Eng muhim mana hozir aytib o'tdingiz, shamollash, quloq, tomoq, burun kasalliklari va o'tkir yuqori nafas yo'llarini shamollashiga ham ko'proq olib keladi. Mana hozir o'zimda ham ozgina bor. Endi asoratlari bor. Chunki mana shu holatni boshdan kechirdik. Lekin biz saqlanishga harakat qilamiz. Negadir shu holat yuz beraveradi doimiy ravishda. Buni baribir immunitetga ham ta'siri bor, to'g'rimi? Albatta. Qish mavsumini mana shu kasalliklarga, mavsumiy kasalliklarga chalinmasdan o'tkazish uchun albatta inson o'zi hayot tarzini, sog'lom turmush tarziga rioya qilishi kerak. Ya'ni bir necha tavsiyalar bor bu to'g'risida. Muntazam ravishda sport yoki